Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Megakimyo 2022-yil 1-mavzudan 108, 109, 110 savollarning yechimini ko'rib chiqamiz. 108-savolga e'tibor bersak, 1,344 litr normal sharoitda gaz 2,76 gramm massaga ega bo'lsa, uning nisbiy molekulyar massasini aniqlang. Demak, 1,344 litri 2,76 grammga teng ekan. Bizda normal sharoit 22,4 litri qanchaga teng desak, 46 gramm kelib chiqadi. Ya'ni proporsiya usuli 22,4 litrni 2,76 gramm ko'paytirib 1,344 litrga bo'lsak, 46 gramm kelib chiqyapti. Demak, 108 savolimizning to'g'ri javobi A javob. 109 savolga qarasak, bir xil massada olingan qaysi metalning miqdori molda kam bo'ladi? Buni javob variantlari bor bizda. Har bitta javob varianti, ya'ni bizda natriy berilgan, temir berilgan, kaliy berilgan, kumush berilgan. 4 tala variantni ham yozib qolsak, natriy, temir, kaliy, kumush. Bularning molekulyar massasi natriy 23 gramm, temir 56 ga teng, kaliy 39 ga teng, kumush 108 ga. Bir xil massada olingan bo'lsa deyapti. Massasi, ya'ni m, kichkina m massasi hammasiga 100 grammdan oldik. Bir xil massada olingan qaysi metalning miqdori molda kam bo'ladi deyapti. Shuni sizlarga hozir ko'rsatib bermoqchiman. Demak, hammasini 100 grammdan oldik, kichkina m. Katta mimiz bu elementlarimizning o'zlarining massasi, metallarning. 100 ni har birini massasiga bo'lsak, bizda miqdori, modda miqdori molda kelib chiqadi. 100 ni 23 ga bo'lsak, natriyning miqdori kelib chiqadi, 4,35 mol. 100 ni 56 ga bo'lsak, temirning miqdori kelib chiqadi, 1,79 mol. 100 ni 39 ga bo'lsak, kaliyning miqdori kelib chiqadi, 2,56 mol. 100 ni 108 ga bo'lsak, 0,93 kelib chiqadi. Kumushning moli bu. Demak, bir xil massada olingan metallar ichida kumushning modda miqdori eng kam bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob D javob bo'ladi. Keyin bitta qonuniyat bor. Mana yerda bir xil massada olingan turli xil moddalarning massasi eng kattasining miqdori kichik bo'ladi. Ya'ni bir xil massada olingan turli xil moddalarning massasi eng kattasining miqdori har doim kichik bo'ladi. Mana shuni e'tibor bersiz. Mana shuni tushunib yoki yodlab olsalaring, mana shunaqa masalalar kelganda bemalol qo'llasalaring bo'ladi. 110-savolga qarasak, bu ham xuddi shunga o'xshash. Bir xil massada olingan qaysi metalning miqdori moli yuqori bo'ladi, ya'ni katta bo'ladi deyapti. Bizda natriy berilyapti, temir berilyapti, marganez berilyapti, xrom berilyapti. Demak, bir xil massada olingan turli xil moddalarning massasi eng kichigining miqdori har doim katta bo'ladi. Demak, bu yerda ichida massasi eng kichigi qaysi biri? Albatta natriyniki. Demak, 110-savolimizning to'g'ri javobi A javob.